Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun biz Ronaldo haqida qiziqarli faktlar haqida gaplashib o'tamiz. Meni ikkinchi lishnistim bilan. Men savol beraman va u javob beradi. Qani ketdik. Tak, Ronaldo ismining AQSh prezidentiga qanday aloqasi bor? Ronaldoning otasi AQSh prezidenti Ronald Reyganning orqasidan shu fanati bo'lgani uchun Ronaldo deb qo'ygan. 15 yoshida Ronaldo faoliyatini nimaga to'xtatib qolishi mumkin edi? Sababi nima deydi? Ronaldoda yurak operatsiyasi bo'lgan. Chunki uni yuragi juda ham tez urgan. Qaysi o'yin deb Manchester United shuni sotib olamiz deyishgan. 2003-yil Sporting hamda MU o'yinida bu bo'lib o'tgan. Va o'sha o'rtoqlik o'yinda Cristiano Ronaldo juda ham MU futbolistlarini dahshat o'ynaganki, даже MU futbolistlari samolyotda o'sha Ronaldoni sotib oling deb aytishgan. Nega u MUda boshida 7-raqamni olish niyati bo'lmagan? MUga borganda birinchi marta Ronaldo 28-raqamni so'ragan. Chunki 7-raqamning o'sha ответственность kattaligi uchun. Ronaldo ilk oltin to'pini qaysi klubda qo'lga kiritgan? 2008-yilda Manchester United safida. Real Madriddagi taqdimotiga Santiago Bernabeuga qancha muxlis yig'ilgan? 80 mingta muxlis. Bilishim bo'yicha bu hozirgacha ham rekord. Absolutno sumashedshi. Ronaldo Real Madridda nega birinchi mavsumida 9-raqam ostida o'ynagan? Chunki 7-raqam o'sha payt Raulga tegishli bo'lgan. Endi конечно, Rauldan borib 7-raqam so'ramaydi-ku yangi novichok futbolist. Ronaldo katta futbolist bo'lgan, lekin u payt Rauldan kattaroq bo'lmagan. Real Madrid tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi kim? Cristiano Ronaldo 450 ta gol. Chempionlar Ligasida esa-chi? Cristiano Ronaldo 140 ta gol. Ronaldo faoliyatidagi eng chiroyli golim deb qaysini ta'kidlab o'tgan? 2018-yilda Juventusga urgan goli. U jami nechta professional gol urgan? Rasmiy gol 900 dan oshdi. Ronaldo necha xil chempionatda g'oliblikni qo'lga kiritgan? 3 ta. Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi hamda Italiya A seriyasi. Hozircha Saudiya Arabistoni qoldi, faqat uni ham yutadi xudo xolasa. Yevro tarixidagi eng yaxshi to'purar kim? Cristiano Ronaldo 14 ta gol. Uning mashhur nishonlashi nimani anglatadi? Ispancha si ha degan o'sha so'zdan paydo bo'lgan. To есть da ha deb baqirgan Ronaldo va bu birinchi bo'lib 2013-yil Chelsiga qarshi o'yinda bo'lgan. Mana ko'p futbolistlar tatuirovka borda, ammo nimaga Ronaldoda umuman tatuirovka yo'q? Muntazam ravishda donorlik qilishi uchun. Keyin mana nimaga Ronaldo umuman spirtli ichimlik ichmaydi? Otasi uni 52 yoshda alkogolizm deb o'lib ketgan va shuni deb Ronaldoga katta dars bo'lgan va shundan keyin Ronaldo umuman ichmayman deb o'ziga o'sha обещание bergan. Kстати, men yaqindagina ko'rib qoldim, uning sakrash balandligi NBA o'yinchilari sakrashdan ham balandmi? Ha, u 2 metr 93 santimetr balandligida boshi bilan to'pni darvozaga kiritgan. Ronaldo jismoniy holatini yaxshi formada bo'lishi uchun kuniga necha marta ovqatlanadi? Kuniga 6 marta Ronaldo yeydi, kichik porsiyalarda. Ronaldoning eng sevimli milliy taomi nima bo'ladi, bilmaysizmi? Bacalhau abras. Portugal taomi bo'ladi bu va baliq va kartoshkani qo'shilgan. Dunyoda Instagramning eng ko'p podpисчик odami kim? Cristiano Ronaldo. Uning CR7 brendi ostida nimalar ishlab chiqiladi? Atirlar, kiyimlar, mehmonxonalar, ko'zoynaklar. Ronaldoning brendi juda ham katta hozir. Ronaldo O'zbekistonga kelganmi? Qachon kelgan va nimaga kelgan? 2009-yilda mahorat darslari o'tishi uchun Ronaldo O'zbekiston Toshkent shahriga kelgan. U necha yoshgacha professional futbolda qolish niyati bor? Ronaldo 40-42 yoshgacha o'ynashni niyat qilgan va hozircha o'sha niyati haqida ishlamoqda. Va mana eng katta savolim, Ronaldo va Messining asosiy farqi nimada? Ronaldoning o'zi fikri bo'yicha, u bir necha klublar bilan Chempionlar Ligasini yutganini asosiy farq deb biladi. Ronaldo o'zining oltin to'plarini nima maqsadda sotib yuborgan? Xayriya ishlariga Make-A-Wish Foundationiga mablag' yig'ish uchun. Uni YouTube kanali 10 millionta obunachi bo'lishi uchun qancha soat ketgan? Attiga 12 soat. To'g'riladan 12 soat.
YouTube algoritmi bu prosta bomba. Ronaldo faoliyatidagi eng katta ushalmagan orzusi nima? Portugaliya bilan jahon chempioni bo'lish, lekin oxirgi u intervyusida ta'kidlab o'tdiki, to что Ronaldoda уже orzu emas ekan bu jahon chempionati. Piers Morgan bilan aytib chiqdi, 6 ta 7 ta o'yin meni karyeramni umuman ijtimoiy ta'sir qilmaydi. Mani umuman orzuim emas jahon chempionati deb ta'kidlab o'tdi Ronaldo. Kстати, mana shu dahshat Ronaldoning taxminan maoshi Al-Nassrda qancha? Yiliga taxminan 200 million yevro. Prosta bomba. Ronaldo Pushkish mukofotini, to есть eng chiroyli golga beriladi har yil. Qaysi klubga urgani uchun berilgan? 2009-yilda Porto darvozasiga o'sha afsonaviy 40 metrlardan gol urgan. U necha marta oltin butsan yutgan? 4 marta. Ronaldoni endi mashinasi ko'p, hamma biladi, dahshat mashinalar. Eng qimmat va eng noyobi qaysi? Mana shuni ayta olasizmi menga? Bugatti Chendo Chechi degan mashinasi. To'g'ri aytdim, to'g'risi bilmadim. Va buni narxi bilishim bo'yicha 10 million yevro atrofida. Futbol tarixida 900 ta rasmiy gol urgan futbolist qaysi? Cristiano Ronaldo. Shu bilan videomiz tugadi do'stlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing, kolokольчикni всeni bosib qo'ying. Sizlar ham komment yozib qoldiringlar, qanchasini to'g'ri topdingizlar, qanchasini noto'g'ri topsizlar, qaysi bir bashi miyalar portlatib yubordi, qaysi fakt. Men uchun masalan Bugatti, chunki unaqa mashina o'zi 3 ta ekan va qidirib chiqdim. Ronaldoda yana 2 ta, bitta kolleksioner, bitta milliarder degan. Ronaldo geniy.